Bugun biz Toshkentning eng qadimiy maskanlaridan biriga keldik. Hoji aka aytadi. Bu videoni ko'rsangiz albatta yoshligingizga qaytasiz. Bu joy o'zi asosan bomdod namozidan keyin odamlar kelishadi. 8-9 gacha bozor tarqiydi. Shu 9da Shunaqa. Asosan bomdoddan keyin hamma kelib, qaymoqni olib, ikki-ikkita shashlik yeb, somsa yeb ketishadi. bu yozda ham, qishda ham shunaqa. Yozda ham, qishda ham xuddi shunaqa. Bu joyda somsa, shashlik bozorxona sotilar ekanda. Agar bu joyga keladigan bo'lsangiz, shu narsalardan bemalol bahramand bo'lsangiz bo'ladi. Nafaqat bu ovqatdan tashqari, qaymoqli, qatuvli, dubdali, qatuvni zardobi, hamma narsa. Bu joyi asosiy fishkasi o'zi qaymoq bozor deyiladi. Lekin bu qo'shimcha tarzda odamlarga yengil yarashish uchun qilingan. Dilmod bu joyni eslagan paytda yoshligimda adamlar bilan birinchi marta bu yoqqa kelib, ikkita shashlik yeb, qaymoq olib ketganmiz. U masjidni eslasam, doim masjid narsa esimga tushib bo'ladi. Bolalik xotira. Bolalik xotira. Bu videoni ham ko'rayotganlarning orasida birinchi marta o'sha 6 yosh, 8 yoshlik paytida kimdir qo'lidan yetaklab kelib, mana shu shashlik olib bergan yoki somsa olib bergan yoki qaymoq yeb olib ketgan odamlar bo'lishi mumkin. Izohlarda fikrlarni yozib ketinglar. Agar sizlarda ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, bularning mazasiga keladigan bo'lsak, somsa haqiqatda Toshkentcha jaydari somsa. Shashlik ham xuddi shunaqa Toshkentcha jaydari shashlik tayyorlangan, gap so'z bo'lishi mumkin emas mazasiga. Bularni o'zingizga bitta yeb ko'rganingizdan keyin xudo xolasa asl bahoni, asl xulosani o'zingiz berasiz. Qaymoq bilan qaynoqqina nonga bo'lsa, alohida bu mavzu. Buni yeb ko'rishingiz albatta kerak. Ovqatlar jaydari, odamlari jaydari, joylar jaydari. Xullas bu yoqqa faqat bor o'sha jaydarlarni yaxshi ko'radigan odamlar kelsa kerak. Bu joyi Ko'kchoqtepadaligi. Bomdoddan keyin atigi 3-4 soat ishlashligi yaqqol misol. Xo'sh, video qalay? Sizga yoqdimi? Bu haqida va bu joyga birinchi marta nechinchilik kelganingizni izohlarda yozib keting. Hoji aka aytadi, albatta siz ham bu joyga kelib ko'ring.